Jondor avtosalondan hech qayerda topilmaydigan narxdagi mashinalardan chiqarishda davom etamiz. Navbatdagi obzorimizda qora Gentra'ning narxiga qora Malibu 2 avtomashinasi. Mashinamiz aytib o'tgandek hech qayerda topilmaydi bunaqa narxga. 17,5 ming dollarga mashinamiz berib yuboramiz. Boshlang'ich to'lovi ham undan ham shikolat bo'ladi. 1,5 ming dollar. Bor yo'g'i 1,5 ming dollar boshlang'ich to'lov bilan kelib, mana shu ko'rib o'tirgan qora Malibu 2 avtomashinalaringizni haydab ketishingiz mumkin. Mashinamiz qora rangda 4 ta yangi mягкий balonlar qo'yilgan. Tomlar panorama. Salon qismlari ham ideal holatda turibdi. Evakor polga tashalgan. Yaxshi chixollar kiydirib qo'yilgan. Salon qismlari. Obshifalari. Mashinamiz 85 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Motorlari ochilmagan. Aytib o'tgandek narxi 17,500 dollar. Mashinamiz chist 2020-yil, tex pasportlari ham, kuzovlari ham. Boshlang'ich to'lov 1,5 ming dollar boshlang'ich to'lov bilan kelib haydab ketishlaringiz mumkin.